Xitoy Sharqiy Turkistondagi zulmni yoshirish uchun dunyoning ko'zini bu yashini davomlashtirmoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlari va boshqa barliq zulmlarga qarshi xalqaro andishisi va bisimi kuchayotgan bir paytda Xitoy minglagan muxbirni safarbar qilib, Sharqiy Turkiston va u yerdagi xalqning muqim va osoyishlik ichida qo'shal qo'ram yashayotganligidek bir manzarni shakllantirish tashviqotiga tayyorlik qilmoqda. İgillenishçe, tayyorlik xizmatlari boshlanib bo'lgan bo'lib, suratga elish oxirlashgandan keyin qisqa vaqt ichida xalqaro jamiyatga tarqatildi ekan. Indoneziyalik musulmonlar Sharqiy Turkiston uchun namoyish qilishni davomlashtirmoqda. Xitoyning Indoneziyada turishliq bosh elchisi Indoneziya o'limalar kengashini ziyorat qilib, Sharqiy Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmlarni yoshirishga uringan bo'lsa-mu, indoneziyaliklar Xitoyning yolg'on yo'ldoqlariga ishonmadi. Bir necha kundan buyon Indoneziyada namoyishlar davomlashayotgan bo'lib, bugun va atimo o'xshash bo'lmagan rayonlarda namoyish o'tkazilganligi bildirildi. Xitoyning Fujian o'lkasida avtobus bo'lgan bir kishilar to'piga bosib kirdi. Natijada 5 kishi o'lib, 21 kishi yaralandi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoyning sharqiy janubidagi Fujian o'lkasining Longyan shahrida bir kishi avtobusni bulg'andan keyin kishilar to'piga besib kirgan bo'lib, bu kishi soqchilar tomonidan qo'lga olingan. Qozog'iston Rossiyadan S-30 SM tipli zamonaviy urush aeroplanlarini topshirib oldi. Qozog'iston Mudofaa ministrligining bayonotida aytilishicha, ikki davlat orasidagi harbiy texnika hamkorligi ramkasi ichida Rossiyadan Qozog'iston armiyasi uchun yangi yuqori mexanikaliga ega bir turkum S-30 SM urush aeroplanlari elib kelingan. Bayonotda Qozog'iston havo armiyasining aeroplanlarini muvaffaqiyatli sinov qilganligi va manevrda ishlatganligi bildirildi. Indoneziyaning Sunda bo'g'izi Bantam rayoniga joylashgan Tanjung Lesong sayohat rayonida faoliyat ilib berayotgan qutqizish xodimlari va muxbirlar dengizda kuchaygan to'lqinlarni ko'rib, dengiz toshqini tahdidiga qarshi rayondan ayrildi. Dengizda yuz bergan o'zgarish va to'lqinlarning ko'tarilishi sababli izlash va qutqizish xodimlari, muxbirlar va rayondagi xalq imkoniyati yor bergan qatnash qurollari bilan tog'larga qochdi. To'lqinlarning ko'tarilishi sababli rayonda ogohlantirish signallari yangradi.